va shonliq musobalarni zo'r kuch bilan tashviq qilishni asosiy tema qilib, asabiylikni tugutish tashviqotini yanada cho'nqurlashtirib, sog'lom, aktiv ijtimoiy kayfiyat yaratib, avtonom rayonimiz qurilganligining 60 yillik ma'rikasiga o'zining xushal, inoq madaniyat kayfiyati yaratib berish uchun avtonom rayonlik partkom tashviqot bo'limi, avtonom rayonlik madaniyat nazorati, avtonom rayonlik axborot nashriyot, radio, kino, televiziya idorasi, shunaqla Shinjang televiziya stansiyasi birlikda bu qitimqi musobaqani uyushtirdi. Hammamiz bilamizki, tunji navbatlik televiziya etot musobaqasi va asabiylikni tugutish dehqonlar etot musobaqasi televiziyada ko'rsatilgandan keyin keng xalq ommasi orasida nihoyat yaxshi inkoslarni paydo qildi. Shundoq, etot ijtimoiy turmushning javhariy va badiiy kartinasi. Bu yilmo o'xshashlar nodir nomerlar bilan bizning tomoshabin do'stlarimizni kutmoqda. Chunki bu yil Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligi. Bu 60 yilda bo'libmi markazning Shinjang xizmat suhbatchig'ini ichilgandan buyon Shinjangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotida xo'shallanarli natijalar barliqqa keldi. Har millat xalq ommasining turmushida olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Bizning bugungi etotlarimizda dal mana shuningdek xo'shalliklar ifodalandi. Musobaqa tayyorligi boshlangandan buyon musobaqamizning rejissorlar guruhi bilan har millat baholg'uvchilar guruhi Shinjangning har qaysi joylariga berib, musobaqamizga qatnashtiradigan asarlarni astoydillik bilan tanladi va yetakchilik qildi. Mening bilishimcha bu qitimqi etot musobaqasiga qatnashish uchun mingdan ortiq ssenarist, rejissor, shunaqla artist tizimiga oldirgan bo'lib, Uyg'urcha, Qozoqcha, Xanzucha bo'lib, jami 200 dan ortiq asarni topshirib oldik. Dastlabki baholash, qayta baholash va oxirgi baholash orqali Xanzu til guruhidan 17 asar, Uyg'ur til guruhidan 20 asar, Qozoq til guruhidan 16 asar oxirgi hal qilg'ish musobaqaga tanlandi. To'g'ri aytdingiz, mana bugundan e'tiboran biz bu sahnada kishini xushal qiladigan, ta'sirlantiradigan, hayajonga soladigan ajoyib chiroyli hikoyalarga quloq solamiz. Mana bu hikoyalar orqali go'zal davron qurib chiqishga bo'lgan ishonchimiz texmi hassalab oshqisi. Xo'sh, unaqda navbatda biz cheksiz iftixorlik va hurmat iligida bugungi etot musobaqamizning baholuvchilari bilan tanishib chiqaylik. Bo'ldi. Baholg'uvchilar guruhining boshlig'i Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik partkom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Abduhamid Avlat apandim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz, marhaba. Baholg'uvchilar guruhining a'zolaridan Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik partkom tashviqot bo'limi adabiyot san'at boshqarmasining muavin boshlig'i Olimjon Hofiz apandi. Qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Shinjang san'at yurti opera o'migining muavin boshlig'i davlatlik 1-darajalik rejissor Qurbonjon Heyit apandim. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Shinjang universiteti filologiya instituti til fakultetining professori Xuyi apandim. Qarshi olamiz. Shinjang san'at yurti opera o'migining rejissori Erjon Mahfush apandim. Xush kelibsiz. Shinjang san'at yurti opera o'migining davlatlik 1-darajalik artisti, mamlakatlik teatrchilar jamiyatining doimiy a'zosi, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik teatrchilar jamiyatining muavin raisi Odil Mijit apandi. Qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Shinjang Tartaq kino studiyasining rejissori davlatlik 1-darajalik artist, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik yoshlar birlashmasining hay'at a'zosi Abdukaram Abuz apandim. Qarshi olamiz. Marhaba, qarshi olamiz. Bizning bu qitimqi musobaqaning Uyg'ur til guruhida 20 asar bor bo'lib, jami 7 maydon musobaqa o'tkazildi. Musobaqada oldi bilan mahirlar o'zlari tayyorlagan etotni o'rinlaydi. Etot o'rinlab bo'lgandan keyin ikkinchi bosqich, ya'ni mahirlarning iqtidorini sinash bosqichiga qadam qo'ydi. Ikkinchi bosqichda mahirlar cho'ng ekranda ko'rsatilgan sonlarning ichidan birini tanlaydi hamda shu sonning ichidagi mazmunga asosan o'zining 1 minut ichidagi naq maydon iqtidorini sinaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, tövəndə o'zingizlar sundig'imiz Xotan viloyatlik partkom tashviqot bo'limining sungan asari Orzu. Xotan yin qashtishi san'at o'migining artistlari o'rinlaydi. Qani, marhamat. Bo'ldi. Voy, unda dimsozmi bo'ldi? Bu degan bizning qilishga tegishli xizmatimiz. Bo'ldi. Ma'qul xo'sh. Bu murassa xizmati degan bosh oxirisi tugmaydigan, mo'l universal bilim, atrofli qobiliyat talab qiladigan, odamning zehni quvvatini bek charchatadigan murakkab xizmat. Chunki inoq oila, inoq jamiyat qurishda bizning bu murassa xizmatimizning roli intayin muhim bo'layotdi. Shuning men bu xizmatimni nihoyat yaxshi ko'raman, ko'ngil qo'yib ishlayman. Yazliq payanmışım-a? Yo'q, bu degan xalq orasidagi da'vo dasturlarni, jidal majrani kelishtiradigan murassa ishxonasi. Ben sizga yemiş ekan. Voy, Dadimni bir anlasla, ağzımni bir anlasla, halimni bir sorusla mene. voy bo'ladi, yuzlardagi maskalarni bir asla. Mene. Voy, acha bu sizmi? Yuzingizga nima bo'ldi? Erim Udi. Kim o sizning eringiz? İsmi Tudi. Tuturangan bir tizimli olay. İsmingiz? Gülnisa. Dadangizning ismi? Ahmet Musa. Qachon tug'ilgan? 30 yıldan aldı da.
Tug'ilgan yil ay kuningizni birdan, ha? 1982 yılı Rabbiyal evvel ayninki ahırkı günler dep yazsılar. 82 yili. O'ltiraq adresingiz-chi? Dönkent'te Çukur Mahalle. Yo'lchingiz bilan qachon to'y qilgan? 1999 yılı. 99 yili. Unda bo'lsa, mush bo'lgan ahvolni, mush kelishingizning tafsirli bir so'zlab bering, ha? Vay hanım, bu adam daim sırtı yurtu. Öge kelse aşağı, hele yüzünü öge, yap, hele yögünü al, ornu al digen. Bana bir ha? Benim kuzenim ciddak ya ağzım maymak mı yüzümü ögüle. Bu şunda yok olanmış ki bana tepip beni urtu. Bu şu irimden hucumuğa, kaynanamın zulümüge çıdımay. Ak kaşlardan nikahiden aşağı hüddes bir acıraştırıp koyuşlarını arzu okup geldim hanım. Beni bir acıraştırıp oğurdan. Ko'nglingizni buzmang. Deganlaringizni nihoyat tafsili xotirlab oldim. Biz ash yo'ldishingizni chaqirib beklab bir ahvol egallab boqaylik. Ondan keyin bir gap bo'lsin. Amalda yarışib qilinglar. Ben desem onu mu dönüyoruz? Olsa kula sen ahırtmanızla. Ma, kilağını aramayalım ha, oturun. Oturun ha. Ha? Oy. O sen bir şey kaldın mı? Voy, siz kim bo'lsiz? Bu benim oğlum Tudek. Ha, bir oylik kishilar ekansizlar-da. Ajab, yaxshi, biz chaqirib qo'ychi, o'zinglarni gapsizlar. Qani, marhamat. Hey, bir dakika, el sıkıp kakının ulan. O da beni bir urdum ballap vermez. Sen bak, ben bak körümüz makam ha. Şu kımavazga pul vermen karıs koy kilidi, vicdansızla xotun kılman eris koy kilidi dep diken konular. İşki benden yüzünü kılmay nişşegici eris kıp gitti bu yak kapıqı. Geldim, kelsem, nima qila olaylar? Balam. Ne? Bo'ldi, jidal qilmanglar. Aka, qindanga, men ayolingizni nima ish qurdingiz? Mındaq gap qalıslı xanım. Sizlar to'xtatibsizlar. O'zi bir deb baqsin, desizlar. Digine balam, işkedenden balısıdak bir gap qilishning paytendi geldi. De. Ha. Abo, ben de gap kalam. Bunun bilen arzu ümitlerimiz fakat okuydu. Biz bir yerden çıkmaydı. Gap bir yerdan chiqmaydi. Aldırak güne karan. Ben şu kelgüsü baxt iqbalimga münasebetli katta bir tushkirdim da ha. Endi tushimni mananga deb bersam, mana bir to'g'ri ta'bir vermay, xato ta'bir verdi mana bu dushman. Ha, shuningga men ayolingizni urdingizmi? Seni onda degan bilan tush degan ta'birga bog'liq xanam. Voy, acha, sizning bu deganingiz bor-ku, o'tib ketgan xurofotlik. Xurofotlik deb. Qarang. Abo, o'tning rohati qishda bilna, odamning baxt iqboli tushida degan gap bor qarmada. Ha. Qani bir daqiqa qanday tush ko'rgandingiz? Shunda putumda bir cho'ruq, yuzimda hech qo'ruq. Şamda bir yektek, beşimde bir telpek, bir kuta eşekle minip, gayda aş eşekten emçikini emeyip düşküyorlar. Voy aka, ajab qiziqkansiz. Hay, sizning bu tushingizdan kelgusi baxtli iqbolingiz bilan nima munosabati bor? Bah, elbette bakan. Qarang, ma putumdagi cho'ruq o meseydigan zemin. Yüzümdeki qo'ruq o men boshqurdigan yani xaridisi o. Uçamdaki yaktak Ahmet Pericisi, beşimdeki mensep tacisi. İşekli men gene, men oturduğun Ali markadan pick-up yakın moto. İşekli amginin mal dünyada bir sıkın kan boto. Diyen gap yakın bu. Balam başlıkta diyen gap. Bana kördünüz mü? Savadı yok, ziyalidek, kırık denginin hıyaldek yapıldı yani bu adam. Oy. Sen ne bilirsen sen? Maşında kılıversen, hamını bir günü işekli mi imise? Estağfurullah. Acayip. Anladınız mı? Mıжda şunu da tokayga yedi ayna. Şunun kanını oldu. Xotun kişinin ağzı yaman bolsayın da y***azsa. Kom. Koşulala. Us koşulala. Balam. Ne? Hey, ma anam ma va. Bir koymalı ben. Bo'ldi. Bu degan murassa ishxonasi. Men sizga deb qo'yay. Davlatimiz qonun bilan idora qilingan davlat. Ona bolalarni urib, oila zo'ravonlik qildiganlar cho'mchoqqa ustidi. Av ikki qo'liga ko'z tushidi. Bordigan yerini topidi, egri boz turmay kirib yotidi. To'g'ridillah. Oila zo'ravonliqniki birinchisi mana shu. Bu şeyni xonim. Acayipniki. O'jul. Hey, ma bu egri zo'ravonlikning podshosi mana ha. Attiqi. Gap qilmasa attiqi. Qarang, hey.
Ma ilgi zo'ravonligida bir jazo yo'q mu? Eğiz zo'ravonlik qilish, yo'ldoshiga adab bilan muomala qilmaslik, tillash, haqoratlash axloq mezonimizga xilof. Voy xanam, bu vaqo doim bo'lsa tilla to'kildigan ürküm ya amutum bo'lsa, pul chiqadigan bankam yoki pul bosadigan zavotim bo'lsa deydi. Nega gapimni qildi ekansiz ham? Tabi degan mening arzuyim tusa deydi. Ay sancho. Qarang, ma'vocha qarang. Doim asho, Koreyaning kinosidagi Yungjo'nikida qashin bo'lsa, Kongjo'nikida chishim bo'lsa, Xanis Jinxonlikida baqlikim bo'lsa, O'rlamnikida kuydikan bo'lsa, takja. Mushuni arzuydigan Hey, bu chundaqa Soğukunda kaltıkın bolsa, Rambo'nikidek miltiqin bolsa, Jugalyandek hörmütün bolsa, Çingizxandek söğütün bolsa deydi. Ey muşun arzu digil ulamda. Bo'ldi qiling. Anladınız mı? Mana ut bu xotinning og'iz degan. Ya Allah. Bo'ldi aka. Hey, bu xotin qarang, gap qilmay bitib jib turmay qolgan xotin bu. O'zida gap qilg'is bo'lmasa, kaltib medlab ketdi. Shuning bilan japa shu ayda. Qarang, qaysi yana uyda gilam to'qib o'tirib, shu kot menga diqqat bo'landi. Ayaga diqqat bo'landi. Shuning bilan gilamning Twitter'ga ustirib qo'ydi. Kortdagi chiqibdi. Hop bo'ldi. Qo'sh bo'ldi deb katta mashina. Shu ancha xotin. Kasımız ha. Oy canım hanım köllüma. Bu bana emez düşman bu düşman. Yani adı olup gittirdin. Üzü bu. Ucu. Mavucu qarang. Nima desam Bo'ldi aka. Chapmashqa jobu. Topu. Mishaga bir chapmashib olsa deb ajab qilayotgan. Topu. Rasa popotang. Uydiki yo'lmas. Sense cellat şinsey. Ay bo'ldi Ha? qizlar. Shinsay deganim ha. Tapan mı desenin dadan? Dadam? Ha, amdisim geldi. Bakarım. Kaç güne? Benim katta bir arzuyum var da gıtıldan katta. Nime arzuyum var xotin? De desem nime demem sen? Nime dedi? 10 yıl oldu anınız tul xotin bop ötkele. Bir adam çıkmadı onun ağalığı yetti. Kaynanam öz onu gemini yeymen ko. Eğer çıksa xirida onu evirmen ko deydi ha. Şoğumuna o değil. Şununla ayağınızı vurdunuz mu? Lan kendim ıhıra tavır gepirtken bu musun? Vay aca, bu nim degenleri? Ben kendimi hata eyiplettim ben. Kellim bolsa, kan bolsa. Vay bana kan bolsa. Benimkiyle belen bolsa. Vay aka. Meyada oturvasla. Teştikti o? Düş. Anam kıdı ha. Anam demdi da. Ananızın bayıqı degen ahırkı sözleri özünün haqiqiy köngül arzusu buluşı mümkün. Yetmiştin aşka anamdı köngəlnimiş kılı da. Vay aka, siz ondan oylusunuz bolmaydı. Her bir adamın özüge xas arzu ümitleri buldu. Belki ananızın degenleri özünün haqiqiy köngül sözleri, hayatlık ümitleri, bəxt istekleri. Qandaqsıga arzu bulmuşsun? Yaxşı bile yamanlı buğday bilen samanlı arayamayt kademnin bile tağında köngəlme. Oy sen bek bilirse. Sen bek bilirse. Vay can. Dünyada kıran nemi ters dese bana meşhutum bilen inak ittifak bir öyle tutuşun özü. Aşağı Mekkar bile dostu iştir, mes bile hoşlu iştir, ulusu zaki usul iştir. Ay mucuda yürütüp şen koki iştir mi tersten ha? Ay. Aka, oldu Dedi, kılına. bu adam bile öyle tutturdum ufkam. Aşo, gaçıkı til çıkıştı mı, Latarya'da pul çıkıştı mı? Hele ki İpek yolu sadası ki, Mahmut Süleyman'ın keyini ölçüdüm mü? Abdullah Abdurrahim'in orunduk çağırşıdım mı? Tersine. Oldu kılına aca. Ucun. Vay bo'ldi qilinglar. Numus mu qilishmaydi ekansizlar? Er xotin bo'lganda ekan, undaqmi deyishib ketmanglar. Necha yil uy tutganda ekan, men er xotin ishkinglarning bunda bir-biringlarga chidashmaydigan ancha-muncha yaldiringlar bordi. Çıtaşmaydı kal. Ha? Muştun ulan ma? Abi. Bir kalanağına ha? Doğutay sokka potayda iskiyatı kutunun içinde bakın nere var ki? Aka. Takım ben kaç kere takım adamı oy tip ekledim şeye ekledim dokmuş ki lampungcuda bir kaçın lampung etmezsem şahının kutun kızları lampungunu şilik yavası mal kutun halap yet gattı bir şey kekimez adamın domusta keltirip. Hey! Bo'ldi aka, o'tirib ha. Şehirnin hotunları şirik yegeçke işini başı mis
qıptır. Mənca qolab yegəndə qırğınım bilan oş etizlikə çıxıb qulamğı ketmən elib Rus çapıtqan bolsam, yer degen dir qıp, yürekleri cık qıp gitqan. Vay Oldu, ya. oldu qılma, aca, oldu qılma. Hocam, ne kan Vay ya. Vay. Kalan, ay toktan. Burtuniki üstüniki memenin mayaktek, tak turkının işekeydek kan tayaktek haletiga. Ha? Takı burtunuğu şartlı düşürüverse, egze ambalının yağmılığa, çırayı degen makaka maymunu okşaydı. Oldu qılыңlar. Numusmu qilishmaydi ekansizlar. Xotinlar undaq bir-biringlar sizlar qandoq bo'ladi? Xotin degan o'zaro izzatlashib, hurmatlashib, qadrlashib o'tganda, o'zaro apuchan bo'lganda, ondan inoq, baxtli, go'zal oila qurg'ili bo'ldi. Hozir kishilar ilg'or madaniyatga yuzilinib, oilani ilmiy boshqarib, mushundaq yashayotgan go'zal bir paytda xotin ishqinglarning bundaq jidal qilishi intayin madaniyatsizlik. Madaniyatlik oila degan gulga o'xshaydi. Madaniyatsiz oilacha cho'lga o'xshaydi. Shu. Oila degan jamiyatning hujayrisi. Oila inoq bo'lganda jamiyat inoq bo'ladi. Jamiyat inoq bo'lganda xalq ommasi bayashat yashaydi. Xotin ishqinglar obdan o'ylab beqinglar. Sizlar to'y qilganda nima deb to'y qilgan? Har bir xotin to'y qilgan ekan, ularning inoq oila qurish mas'uliyati bor. Shu inoq oilasi orqali jamiyatga to'piq qo'shish majburiyati bor. Ajba sizlarning bunday mas'uliyatinglar yo'qmi? Ha? Bunday majburiyatinglar yo'qmi? Obdan anglab turinglar. Hozir kishilar ijil inoq o'tishni, farzandlarni yaxshi tarbiyalab, o'qitib, yaronli odam qilishni. Barcha millat o'zaro o'ginib, o'zaro yordam berib, ittifoq o'tishni. Davlatning qudrat topqizib, xotirjam, bayashat yashashni. Aql parasti, esil axloq fazilati bilan go'zal kelgusini yaratishni orzu qiladi. Mana bu orzu odamiy ong'a ega kishilardagi buyuk orzu, haqiqiy orzu. Milyonlagan kishilarning ulug'vor orzusi jungo orzusidir. Bana ketiler. Nega? Öge. Yok. Anlamadım ben. Kadir Xotun'un yok de geplerini anlap, muzda yürürken biz ikide irip gitti benim ağzı hıcırlap, talap verdim. Bana öketmiş bana. Oy, ben başında oğlan olmuşsa. Ay, gel. İşte kapan bakına bakma ben sana ne var? Hocam, ben misilini makaka maymunuğu öptü sağının bundan makul eder. Həlləlli, yarış qılıb bək yaxşı qıldınlar. Aka, aca, inoq oila degan balalarning baxti, hayotning taxti. Inoq oila degan odamning safasi, jamiyatning asosi. Ay, sen bek settirdi. Voy, rost. Ha? Aca, to'xtab turing ha. Siz bayatın meni bir ajrashtirib qo'ysangiz degandingiz. Ha? Uning ustiga men yuzingizni Oy, nima qo'rqanan? Toyuq adam, go'sht yetken, iri adam, mush yetken. Anda şok şokildigan ekan. O so'zlarning irudi. Nima qo'rqmayli? Bak settirdi ma bu. Bu köküp kakaya goş çaplısı kökü almışken koy goş çaplayalım ya kalı goşum ha. Heci puçku silkeyle. Ben nemi söküsek söküp anı yütürlüyorum ha. Gaz gepli kasam. Bugün sen bilen yarışıveriş arzuyup yettim ben. Ben meynatmalar. Sarangıday. Voy, mağdığlama. Qaralar xo'shallig'ida qo'shmadi men mang'ini bularning. Yarışib qilib bek yaxshi bo'ldi. Xo'sh, unda qo'shanda yuqorislarni aytayotganlarni ko'rgandan keyin biz nihoyatda qiziqarli dialoglardan kulib oldik, qanig'icha hozirlandik. Haqiqatan buni mashq qilishga xili ko'p ajr qildinglar-ku deyman. Qancha vaqt tayyorladinglar? E'tiborimizni shu bu yillik madaniyatni yuzlarga yetkazish faoliyatiga tayyor qilgan. Ilgari kim bo'lib boshqa xizmatlar bu bilan bo'lgan vaqtda ham bu bir nihoyatda repetitsiya qilishimizga 8 kun vaqtni chiqaramadik. Bu yerga kelishdan ilgari ozroq o'zgartirish qilib tayyorlik qildik hamda bugun. O'rladik hamda oxirgi natija qanday bo'ldi uqmaymiz. Undaq bo'lsa, navbatda biz ikkinchi bosqichga kirib ketaylik, bo'lamdi? Qani, cho'ng ekronga marhamat. O'xshashlar sizlar uchun hozir cho'ng ekranda 1 dan 20 gacha nomer ko'rsatildi. Buning ichidan xohlagan birini tanlab olsanglar bo'ldi. 19 ni tanladik. Bo'ldi, 19-nomerni ko'rib boqaylik. Bir muhim so'rinda oyoqingizning ichiga narsa kirib ketib, bek beoram bo'ldingiz. Har qancha qilsangiz bu narsani chiqaramadingiz deydi. Bular,
Kiyimim yarışıptı mı? Pek görüştü de. Ha? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Qanday qavaldırıq? Qani? Yaxşı, yaxşı. Assalomu alaykum. Ha. Mana işte. Yok, abi, Makul. İgilere bek yarıştı. Rahmet, rahmet. Mama. Qani? Oy, adaş. Tinchlikmi, acha? Ben ki geçti. Növbət undaq bolsa bizningki baholuvchilarimizning sizlarning bugungi ifodalaringizga nisbatan qanday baho so'zlar bordi? Anglab boqaylik. Aile cemiyetninki hem de en küçük bir hücresi. Aile inak bolganda cemiyet mi inak boludu. Aile hoşallık olsa cemiyet mi hoşallık oludu. Sizler şu kichikroq bir aile inaklıqdan ibaratmış tema arqali cemiyet inaklığından bir çoğ temini örtüp adыңlar. İtotninki terbiye hikmetine ait yaxshi. Çünkü aile hatırcamlık olsa cemiyet mi hatırcam boludu. Cemiyet hatırcam bolganda bizning turmushimiz mi hatırcam boldu. Shundoq. Sizlar ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Birinchi o'g'anda bu itotninki qurilmasi nihoyat yaxshi bo'ldi-ku. Qurilmasi nihoyat yaxshi chiqibdi ham. Chunki biz shu jamiyatimizdagi bizning xohishlarni mana shunday kulkining ichiga yug'urib turib, uningdan keyin tomoshabinlar beralisak, shu vaqtda tomoshabinlarimizmi bir tarafdan kulgach, yana bir tarafdan o'ziga ishtigira qabul qila oladi. Meningcha itot mana mushunga o'xshash bo'lsa, uningdan keyin tomoshabinlarga ham yiqishliq, ham qiziqarli tuyulib, buningki unumi sal yaxshi bo'ldi deb qarayman. Unda Husu Gulbekramida oyoqdan chiqinasi chiqib ketdimi? Unda bo'lsa, rahmat. Armag'aysizlar, qani to'yanga tushib aramag'ash turinglar. Hörmətli bahalıqçı ustazlar, naq maydandakı tamaşabin dostlar, şundaqla televizor ekrani aldidagi ko'rman dostlar. Navbatda huzuringizga sundig'imiz Qashqar viloyatlik Partikom tashviqot bo'limining sungan asari Shirin Tush. Qashqar Yakan Naylik san'at umididagi artistlar o'rlaydi. Qani, marhamat. Konular açlık otunun çoğu yaman, amrak nevrinin otu yaman dep nayit toğru etipken. 20 gündün bu yan aşağı geptatlık nevremni sığınıp gelimden tamak ötmeydiğen, kolam işe barmaydiğen bolup kaldı. Ni hao, ao tia kang. Oy, Yaxshimi? oy şöyle o şeken kubu, kilan muallim, kilan muallim, kilan. Ao tia kang. Sizga xo'sh xabar gap bor. Nima? Sizga qo'sh gap, ha? Nada o'tda? Qo'yningizmi? Hey ao tia kang. Xo'sh xabar gap bor dedim. Ha. Sizni Yato Arzuguli Beijingdagi miyiplar san'at musobaqasini tugatib, aeroplan bilan yo'lga chiqdi. Oy. Ular bugun kech soat 5 dan burun keladi ekan. Men aerodromga bir savol kishini avatdim. Oy, nevrem kilitken. Oy, nevr kızım arzulu kilitken. Oy, kilim puntilak ki. Hem sığınıp gitti bu yürük. Rahmet muallim. Ben bugün intaylık. Sam qil emas. Menmo maktabdagi hammasi saboqdoshlar bek xushal. Chunki Arzugul maktabning o'rganish o miyib bo'lsa bekla. Ötken işlerini oylasam, könglim intay yerim boludu. Bir qatımlı kurban etti. Bir aile kişileri çatlık toksiklik oldurup bizden patekili vatkanda yolda yük maşinesini sokulup ata anısı gitti. Beşarı nevrem hayat kalgan boz. O böbürsüz gelip miyip bok. Yığladık, kalşıdık. Ahır amal yok. Aşı nevrimiz kıyımızı asındek asıra katı koştuk. O kişi gidin tatil san'atga intayin yerismen idi. O daim men çoğ olsam
ataqlıq sanatkarlarımız Paşa İnşan, Reyhan Abnus, Dilnar Abdullah Hadrimdek, Elsi bırak. Onun o duayanın suyu yoktu. Hey. Ahut aka, buldu konunuzu yırtma. Rahmetlik ata anısın bu. Kızının arzusu emelge aşırış. Ve koş. Ahirgiçe şükür mekteplerge evetip. Yaramlık adam kılıp terbiyelep çıkışı arzusu var. Men ulanın arzu tileklerine emelge aşırış için. Barlık amalının beriç teriştim. Men ağrıp yitip kalganda siz aşı nevremni mektepki şütüp apırıp ekeldiniz. Okuş materyallarını toluklap verdiniz. Onunki senetki boğan kızgınlıkını emelge aşırış için sanat okusu teklif kılıp çok yardım kıldınız. Biz sizinki kıga yakşılıkınızı bir aylık men tutkamayımız. Ben kızımınki ata allırgı vakalıdan sizge dua kılınan. Undaq deme Ahut aka. Biz degan qo'shni tursak, bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Vay vay vay. Vay vay. Vay kızım. Kızım. Arzu kal. Kızım. Ulan. Ben seni obdarak görü olaydı lan. Ya,你好，徐老师你好。有你们的培养和关心，有了今天的我，我感谢你们。谢谢。Bu sizler bo'lsa, men cho'ng sahlarda naqsh etish orzuyimga yetdim. Bugunni sizga sovg'a qilay. Rahmet olam, rahmet. Muallim, bu güldeste sizge men siz sabidiliğin istikbal darvasını açtınız. İlla muallim, illa. Qara, men mukofotga erishdim. Mukafat? 老师，你看，我得奖了。太好了。Ahut aka, qara. 先给中国残疾人委员中荣获1等奖的儿子。中央宣传部、国家文化部、中国残疾人联合会。女儿，你真勇敢！我代表全校所有老师和学生祝贺你。谢谢老师。 Ben sizlerini tebriklayman. Hey muallim. Tebrikleşki doğru kesip biz sizin tebriklesek buludu. Siz kızınızla köyünüp ders beğendin başka. Tek. Onunki arzusu emelge aşırdınız. Canım. Öpünüz muallim. Ey çarvanlar. Arzugul. Sizler yani bir hoş haber gap var. Arzuguli usul ömeki hakikaten sanat mektubiga imtihonsuz qabul qilinibdi. Mana bu mektubimizga kelgan uqtiroz. Vay. Ahmet gelse koşlap yaptı o diyen şu bana. Avuti aka, bu xushal ish tursa, sizda xafalık bor ya. Buva, benim beni bırak okuşum koşulmamsız. Cımla. Buva, unda kınmay makul dana. Muallim, şu kıtımlık katnaş vakasıda dadamdan, anamdan ayrılıp kalmasın.
üzüldüm. Yaşaştan ümidimni üzüp durgan çağlarımda siz yanımga payda bolup öz anamdek bana köyünü ümit var yaşaşni Kaysar bunu bana öğrettiniz. Buva beni öz kızınızdek görüp hayırıplık bana takmazmay aç yalın aç koyma şu aslan hüner kırımınızga tayinim ailenizle kaldı beni hazırgacha okup geldiniz tamam ettiniz körüyordunuz hatta bazıda o çakından yakın bende sakallarınızı mı köydürüp aldınız çıkıp vargan kızdı. Selam cemiyetimle. Kızımlar arzusunu âli mektepçi okutup onun arzusunu yedik. Benden dua kılgan ediniz bu. Hem de hiç kılmaydım oldunuz. Siz yalnız kalmadım. Benim baktım aldırmak. Ya, her gün andağa emas kızım. Senin baktın, benim baktım. Sen üçün benim baktım. Bu. Come on. Oy, dans. Taza bir hep vakti gap kaldık mı? Ya, sıkıldı. Hakkını killim hemen. Haydi geldik ne? Sıkıldı. Can şu ne taha. Cansucan kentimizge 3 erkek düşkendi. Yazık. Vakti dökepsiz. Buvam optarak yakıp koyuna, o meni geceni birip okşamı koşulmavatıdı. Cansucan. O kızımızınki yukarı mektepteki kabul kılınganlığı ailemiz üçün şeref. Lekin şu pul bombusu oktukulu bombaydı da. Hey, avuti aka, sizi de gama kalmasan hey. Arzu gole, sizi de ma Beycan'a bir lakınızı şöyle avuştu bizge dediler. Siz de ma ailede tola kıyıncılığı bak ya, bizi ufukta. Biz hizmet grupsiki kadrlar bilen, kenet komitetiki kadrlar yığış kılıp hazırca 10 minko teyarladık. Hey, avuti aka 10 minkoy. Şundak. 10 minko. Sizden mektepki birip okuş bitirip olgan barlık çıkımlarınızını Cansucan'ın idaresiyle öz üstüge aldırgan oldu. Hatırcam okun sanırım. Biz kenet komitetikilerimi karap tutmayımız. Rahmet. Rahmet Cansucan. Rahmet. Sizler nemi degen mihriban, nemi degen köyümcan. Hizmet grupsi bolsa, sizlerdek bolsa. Sizler kentimizge 3 yıl hizmeti kelgendim bu yan. Nurgulluğun yaxşılarını kıtmadınlar. Men sizlerge min mertebe rahmet eytimen Cansucan. Hey, avuti aka, sizi de onda demesin. Bu işlerini özünüz için emez, partiye, hükümet vakalta kılıdı onu. Hey. Şundak, men bilimen, şundak. Sizlerini partiye, hükümet evetken. Partiye rahmet, hükümetke rahmet. Kızım, Arzugul! Baba! Kızım! Kızım. Şimdi sen bak, yukarı mekteplerde okuyalaydıgan oldum. Şundan, men arzu kılan şirinçiler, ahırı hıyallıkı aylandı. Oldu bilen sizlerning bugun bizga kelib kelgan har xil itotinglarga ko'pdan-ko'p tashakkurimizni bildiramiz. O'z navbatida sizlarning itotinglardagi mazmunlar shaxsan menga intayin ta'sir qildi. Atrofinglarda bormi shunaqa ishlar? Baba. Biz ko'rgan. Hatta bu qizninki o'qiydigan sinfi 4-qavatda.
Şunun muşu başkalar keçikip kalsın, başka sabahtaştır. Keçikip kalmay, çıkıp el yol ala olap, ala çolap okuvatkanlıqını biz öz gözümüzden kögen hem muallimlerin anlıgan bunu. Şundoq. Şunun asasen bu itotunu tayyorlab chiqqan. Shundoq biz mana shunday qarindoshlarımizga aprilla aytamiz. Ikkinchi bosqichimizda tamomlab olaylik. Oldi bilan cho'ng ekran qarab boqaylik. Qani. Rahmat. Navbatda yana sahnamizda 1dan 20-numurgacha ko'rsatildi. 9 ne? Vallahi. 9-numur. Yo'ldan ketayotgan birisining kaynidan qarsangiz, u yaqin bir do'stingizga shundoq o'xshaydi ekan. Shuning bilan uning laqabini to'ldingiz. U odam to'xtab burilib qarab edi, do'stingiz emasga. O'xshitib qolsiz. Mehmetço. Oy Mehmet Menta. Ya men taxaylıqı sen Mehmetcan o'xshashgan nasib ha? Ha, o'xshaydi lekin. Laqabingni Mehmet Mentan emasmi? Ya. Nimada qaragandan keyin men shu o'xshaydi deb. Ha, simliga o'xshashuvdi aka. Qapma ha? Ya, men izib sotdim. Men boshqa ag'inamiz degan men Bugun vaqtda bizniki yetakchilarimizniki, bizning ustozlarimizniki qandaq baholar bor ekan anglab boqay. Men bu itotni ko'rib nihoyat xursand bo'ldim. Chunki bu itotniki markaziy ideyasi nihoyat aniq bo'lib, hozir bizniki shu asosiy melodiyani yangritish temislik itotgan. Garchi bir necha minutlik itot bo'lsa-mu, buning kirgizilgan mazmun bir nechta turli mazmun kirgizilibdi. Masalan, o'qituvchi bilan o'quvchining o'tirisidagi. Yana birisi o'zaro masalan qarindosh millatlarningki o'zaro munosabati. Undan keyin bizniki shu xizmat atritidagilar bilan bizniki shu xalq ommasining munosabati nihoyat obdan yorqin ifodalanibdi. Aldı bilan sizlarga gapga ko'p rahmat. Haqiqatan bu itotda xizmat gruppasi, kent komiteti, asos qatamki ma'rif xizmatchilari, o'quvchi, shu obrazlarningki voqelik so'ndirilgan hikoyasi orqali nihoyat yorqin bir tema yoritilibdi. Bo'libmi ilroyni bilish, alganap yetkazish, al qalbini mujassamlash. Mana bu xizmat gruppalar bo'lgandan keyin asos qatlamdagi ommaning qiyinchiliklarga ko'ngil bo'lish, anglash, hal qilish ko'rsatilgan xizmatlari. Bo'libmi bu meyip qiz obrazining yaratilishi menimcha mana shu tirishqandila o'zgartgan bo'ladi. Tirishsaqla o'zgartiraymiz degan shu ideyani yorqin yoritib bergan. Demak, bu itotniki menimcha tarbiya ahamiyati va uning ijodiyligi Abdumrayimizdagi her kesibdiki bo'lib mana shu yoshdagi o'quvchilarning tirishib bilim bilan taqdirini o'zgartirishda tarbiya va ahamiyati bor deb qarayman. Rahmat sizlarga. Rahmaydandagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Amdi birlikda o'zirildig'imiz Qizilsuv Aqto'noyilik Partikom tashviqot bo'limining sungan asari Ahmadning yangi uyi. Qizilsuv Aqto'noyilik san'at o'mikining artistlari o'rinlaydi. Hey, tova, mush dadamning kajliqini. Hukumat bizga chiroyli uylarni selib berib olsa, kajliq qilib ko'chmayman deb turilib bordi. Kunlarning birida mush koni göppid o'rilib tushamdikin deb shundoq ansiraymiz. Hey. Dada qaytib keldingmi? Dada yutalgidan qarg'anda degan sutni ichmabsa? Degan kayfiyatim toz yaxshi emas qizim. Bu hech kim kelmadi. Anang uyda bormi? Onam edigan sahardala gilamlarni ilib bozorga ketdi dada. Jinim dada. Sizlarmi yo'sinib qoldinglar? Atidan kechgacha cho'zg'arazlardek so'qshatlam jumanglar dada. Anangning gapini qilavermay. Sizini be chiqpagina ochig'ini so'zdim be olay. Ma'qul dada. Mana dada. Arı koş koş heydeydi vay, akida çirem dağında. Arı koş koş. Boş Samet'nin eşekleri nemende keyfimi uçurduğun da minin. Seyyarımның otları vay, yürekte şirin canda vay balam.
dehqon bolasi. Voy. Yo Allah, ya ketsa aram bermegen bana. Ya gündüz aram bermegen. Canım dadan nim bo'ldi, nimaga achchiqlaysan? Ne manda keyfimni uçurduğanda Doda. Boşumның gradusini 95 chiqarib etdim aguy. Doda bo'ldi. Jiddiylashmagina qon bosimi o'rilib oldi. Miyaklar birdan o'lib tura. Voy. Hecep erip ketdim ha. Ana qaytib keldingmi? Ha, balam qaytib keldim ha. Somkini ichirib teppi. Tamoq tutishga qashtiring ha balam. Ma'qul ana. Hay, adam ben qaytib keldim. Yo'q ish qilsa. Etgan sen ketib kelsa, hozir keldingmi? Voy shu gilamlarimni topchilar o'tkazib baldu bakovlab qolibdi-kan, dadisi. Birdan bozor cho'gilab qolibdi men. Xo'pimizlar bo'ldi. Ve şu gilam aldığını şu öyle gelip ektivasa, tek burtu toktavasa, kergan kertato kılıkları enin toq dedi ki, bazak rusan şamalsa ketsen diyen. Voycan, bo'ldi qiyslar dadisi. Silsiz men shu itlam o'ttasam, ishlam qiysam, bozor o'chog'im bormisam ha? Dadisi. Ma yog'liqni buga og'antim yarishibdim ha. Kergan yarış. Gülü diyen aman gülü o. Ya ürük g'o'rg'ulanmaydi ma. G'urdek vaqtlarimda bir mushinchilik yog'liq olib berganmidil dadisi. Hey, o'chaq qandaq jahon. Yeytsek yok. Seni bir çıpar çöpen ağam ben. En yaz bazarlığı varsam sana yeni kimle ekip bırakma. Müşte güzel müşümü dikense. Voy bo'ldi xo'pimizlar dadisi. Bizga o'zlanmaymish yog'liqni epib sep ketganmi? Yorishibdi deb qo'ysin, nim bo'ldi dadisi. Yeni kimning sat olmaydi xinim. Kimning usur chiqqanligiga qaraymiz uni. Voyjon, maydamning. Sizlar bizga qiz bir chiroyli gap qilish qilmaydigan bo'lib ketibdi. Sizlar bu yerga kech ko'z talashqicha chiqib ishimni qilaychi men. Nega varil, nega? Osh esla, qo'saq oshdi. Nerede dadisi? Ma uyda, ma ko'n uyda. Voy ko'chib chiqdi desam unumaylar. Bu edib Ko'chmayma. ko'chmamla. Ko'chmayma, sumuduraydigan uyingga. Ko'chmayman dadisi rostla. Ko'chmayim dedim, ko'chmayma. Unda emas, men bu ed tamam. Ko'chma. Voy dada nim bo'ldi sizlarga? Yan boshildi olmadim. Voy jinim bolam nim bo'ldi. Dadam meni mush uyda ishlat deydi. Bu tam nig'ildab orolni tursa, o'rilib kes qanday qilim bolar? Bo'libdi jinim ana. Qashliq qilib yurgan bu. Xapimig'ini dadamning mijasi shu tursa, yilg'ich achchiq yinib qolar jinim ana. Jura, yangi uy chiqaylik. Nima kuni kuchab qolyaptim men. Birdan payzi qilay desam, ma Sametning ishigir angrab. Endi yana chim kelganda o ish qildim, mashinaning ovozi chiqib qoldi. Voy. Assalomu alaykum dada. Qandaroq ahvoling? Yaxshi turdingmi? Tinchlikmi? Balam, bormisan? Ma onangni uyni unutib qoldingmi sen? Voy dada, qanday unutib qolmasin? Davomli eslab turibman dada. Sen mashinaga kelibsan. Nerede bu mashina? O mashina avval miyakla. Sen tepsil tushuntirib qo'y dada. Chechilmay turgan qayla. O mashina vaqo, bizniki yuqoq mahaldagi Abletkamning mashinasi edi. Men shu Abletkamniki balasi bilan hamkorlik kooperativ quramiz deb yo'lni mangan. Abletkam bag'ishgagicha qishlinib qolmanglar deb shu mashinani bizga berib turdi dada. Hamkorlik kooperativi? Qas pulun qursa hamkorlik kooperativi ne? Dada, sana desem bağı, ma partiya hükümetindeki yaxşı siyasetlere bek belenken, bulup mu bizdek Ali mektebini bitirip kelgen yaşlarga, bizdek iyilik tikleyemezsek özü meblağ ağaçtık birdiken, ben şu evzel şirayitten faydalanıp kentimizge düşke rehberi kadrlığa iltimas yazıp çiğgendim, muşuna kooperatif kuray deptim dep. Ola bankiden 200 bin yuan pulne üsümsüz kılıp kazep verdi dada. Kaz aldım da. Etraf tereglini satsan bu kazın tölep olamaz. Kaçan tölep olsun ha? Vay dada, o kazının hatırcam bula. Bu partiyimiz emmi yolunu bizge enik köspür varsan, nimini kıysan toğra, nimini kıysan hata. Kanda kıyganda surette bay olsa degandek. Men de artıkçı gem kımıgan qayla seni hoşulap kolay. Men bu Ali mektebin tükkezge adam yok olan bulap kaldım. Men de ensirmen la. Kana anamı körenmeydi ha. Anam baş. Ana qandaroq ahvoling yaxshi turdingmi? Voy balam tinchlikmi? Tinchlik turdingmi? Ko'zimni uchib ketding jinim balam. Men bor. Assalomu alaykum qandaroq ahvoling? Ve yaxshi sen-chi? Yaxshi. Rost, sizlik deydigan yana bir xush xabar bordi. Voy nima xush xabar balam? Mana o'qinglar. Bunun davog'i men bizniki yizliq hukumatga iltimos yozgandim. Bizniki ma ko'n uyimizni o'rib tashlab, onamga bir gilamchilik korxonasi qurib berlar degan to'g'risida. Yizliq hukumat buni tasdiqlabdi. Degan mablag'larni yetishmasa, bizlar mablag' solib kooperativni bizlar qurib beramiz degan to'g'risida.
Buyursun Jack bala. görüp kaldı, ana Buyursun deme. canım bala. Ras. Ahir meni arzuyumdagidek Assalomu alaykum. Bugun degan avar qildigan bo'ldim. Bayatin bir ishlab, yerib qaptimi? Sezoni bir chammamsa. Birdan bir hodiq chiqirlar. Assalomu alaykum, Samtika. Voy, qanaqasan bilinma, chizliqma. Bu nelarga odam, nimish qilding? Ajab yutib ketding yafkamsan. Voy, nimish qildim, Samtika. Biz nechi vaqtning zaymish quduqning ichidagi paxreklam yuribdik. Etraf qaylab baqsaq, nurg'unliga yaxshi sharoit var ekan, yaxshi partiyamizningki siyosatlari var ekan. O'z oldimga iglik tiklaymikan deb shu u ham bu ham chepib yurdim. Ya Allah, ya Allah. O'qigan odam haqiqatan yiroqni ko'rgan jima. O'g'avalda ish qilsa afkam. Endi men bilan ma eshakchilik qilmay, yan ko'cha tushli ekansan degina. Dada, canım dada. Otam şunda çoğu işler tutuş kılıp ötüp seyen cahillik kılıp turib olamsa dada. Neçe vaqtdan balın oqtimizlar nurg'un japarını çekipdik. Endi balının rahatını ko'rdigan vaqtimizga kep qolgan o'xshaydi dadisi. Yangi uyimizga bir chiqib, umrimizning oxirini xotirjam o'tkazmadik dadisi. Va, ma'qul degina ham tikabi. Ham sizlar xush bo'ldigan ish bo'lsa, o chiqsam chiqay uyga. Vay, İtot oğlanım körüp ötdük, rahmet sizlerge. Hoş, unaq bolsa. İkinci basqıçdaki maharat anlarını körüp bakaylı. 13. 13. numar. Ssenariya yazalmay beş qetib turgan bir ssenariyasının kayfiyatını ifadalab beqing. Rahmat, bu basqıçdaki maharatni o'rinlab bo'ldinglar. Undaq bo'lsa, sizlarning ikki basqıçdaki maharatlarga qarata bizniki aziz baholg'uchi ustozlarimiz qandaq taklif fikrlarni berdi ekan? İtotda bu şu aile nima xo'lm qo'shnadik o'tirsidagi munosabati, oiladagi munosabati, uningga partiyaning siyosatininki xalqning bitib, xalqning xotirini o'ltiraqlashtirish. Mushu siyosatninki yaxshiligi ifatlab berdi. Shuning uchun sizlarniki o'rilishinglar nati yaxshi bo'ldi. Sizlarga rahmat deyman. Lekin yana bir deydig'ini, buning ichida ba'zi artistlar balkim shunday o'rinlagan vaqtida azroq tamtirib qolgan. Shuning uchun buni hisob olmaganda, umuman jihatni aytgan vaqtida bu itotlar undan bo'ldi. Shuning uchun sizlarga rahmat deyman. Qadrli ko'rgan do'stlar, 2015 yil Şinjan televiziya itot musobaqasining bu maydon musobaqasi mishada oxirlashdi. Bu yilgi musobaqamizda natijaga erishgan asarlar eng oxirgi mukofot taqdish murosimimizda e'lon qilindi. Bizning musobaqamiz jami 7 maydon ilib berildi. Atlikka shu vaqtida musobaqamizning davomi diqqatinglarda bo'ladi. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.